Iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanib, aholining turmush darajasi yaxshilangani sari energiya resurslariga bo'lgan talab ham kundan-kun oshib bormoqda. Ayni shu talablardan kelib chiqib, mamlakatimizda energiya ishlab chiqarish tizimini tubdan takomillashtirish, muqobil energiya manbalari imkoniyatlaridan samarali foydalanishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Samarqandda 1000 megavatlik quyosh stansiyasini barpo etilayotgani mintaqaning energetika tizimining barqarorligi va ishonchliligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shuni aytish kerakki, so'nggi yillarda mamlakatimizda elektr energiyasiga talab barqaror o'sib bormoqda. O'tgan yilning o'zida iste'molchilarga 25,3 milliard kilovat soat energiya yetkazib berildi. Bu 2026-yilga nisbatan 55% ga ko'pdir. Shu bilan birga qariyb 10 yil mobaynida yetkazib berish hajmining 1 yil ham pasayishi qayd etilmagan. Bularning barchasiga yangi ishlab chiqarish quvvatlari, shu jumladan quyosh va shamol elektr stansiyalarini keng miqyosda ishga tushirilishi evaziga erishildi. Nuroboddagi quvvat ham yirik energetika loyihalaridan biri bo'lib, bu yerda nafaqat 1000 megavatlik quyosh fotoelektr stansiyasi, balki energiya to'plash tizimi, yirik podstansiya va zamonaviy elektr uzatish liniyalari ham barpo etilmoqda. Loyiha ishga tushirilgach, ushbu obyekt har yili mamlakatimizga 2,4 milliard kilovat soat elektr energiyasi beradi va yana 1 milliard kilovat soat energiya saqlash va yagona energiya tizimiga uzatish imkonini beradi. Eng muhimi, 800 ming xonadon ekologik toza elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Bu loyihamizni umumiy qiymati 1,8 milliard AQSh dollariga baholangan va bunda 1000 megavat quyosh panel va 1336 megavat soat elektr energiyani saqlash tizimiga asoslangan quvvatni saqlash va yetkazib berish qurilmalari quriladi. Loyihamizni eng muhim jihatlaridan bittasini aytib o'taman. Aqua kompaniyasi, Sumitomo JV kompaniyasi bilan birgalikda loyihani to'liq xalqaro investitsiyalarga asoslangan fondlar bilan investitsiyani jalb qilgan. Bunda xalqaro banklarning 7 tasi qatnashyapti va loyihamizni bugungi kunda aytishim mumkinki, moliyalashtirish qismi yakunlandi. Bu bilan O'zbekistonga bo'lgan ishonch, O'zbekistonga bo'lgan energetika sohasiga bo'layotgan yangilik, o'zgarishlarga bo'lgan ishtiyoq va qiziqish juda ham yuqori baholanadi desam adashmayman. Hozirgi kunda loyihamiz Sazagan 1 loyihasi 51% ga yakunlandi, Sazagan 2 loyihamiz 37% ga yakunlandi. Ishlar juda ham qizg'in ketyapti. 100 megavat PV ni avgust oyida ishga tushiramiz va tarmoqqa ulaymiz. Undan tashqari yilning oxiriga borib elektr energiyani saqlash tizimining birinchi qismini ishga tushiramiz va keyingi yilning iyun oyiga kelib jami 700 megavat quvvat va 668 megavat soat elektr energiyani saqlash tizimini tarmoqqa qo'shamiz. Bu ish jarayonlarini jadal suratda ketib borishligi, O'zbekiston mahalliy ishlab chiqarishlarni jalb qilishligi haqida ozgina to'xtalib o'tsam, hozirgi kunga kelib jami 2200 ta odam loyihamizda ishlayapti. Buni 90% ni mahalliy kadrlar tashkil qiladi. Shunisi quvonarliki, qurilish davrida asosiy pudratchilarimiz mahalliy pudratchilar. Jami O'zbekistondan qatnashayotgan tashkilotlar 77 ta son. Bularning qiymati, loyihamizdagi qiymati 300 million dollarga yetdi. Bu juda ham quvonarli holat, sababi misol uchun aytadigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchilarimiz, asosan kabel ishlab chiqaruvchilarimiz, metall konstruksiya ishlab chiqaruvchilarimiz, elektr qismlarini ishlab chiqaruvchilarimiz Aqua'ni xalqaro standartlari bo'yicha ishlab chiqaryapti. Bu degani mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni kelajakda keyingi loyihalarda, xalqaro loyihalarda bemalol qatnashib, o'zlarining tajribalarini oshirishga imkon yaratadi. Darvoqe, Nurobod tumanidagi Sazag'on kengliklari muqobil energetikani rivojlantirish uchun qulay hudud sanaladi. Mamlakatimizda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar doirasida hududda Aquapower kompaniyasi tomonidan akkumulyatorli energiya saqlash tizimiga ega quyosh fotoelektrik elektr stansiyasini qurish loyihasi amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqarilgan energiya
energiyani iste'molchilarga yetkazib berish maqsadida 500 kilometr yangi elektr uzatish liniyalari qurilmoqda. Toshkent va Samarqand energetika tizimlarini bog'laydigan 350 kilometrlik yuqori kuchlanishli liniya asosiy qism bo'ladi. I am from India. Men Hindistondanman va hozirda Sazaxon 1 va Sazaxon 2 loyihalarida loyiha direktori sifatida faoliyat yuritaman. Mazkur loyihalar quyosh fotoelektr stansiyasi va energiya saqlash tizimlarini o'z ichiga olgan yirik energetika majmuasidir. Loyihaning umumiy quvvati 1 gigavat quyosh elektr energiyasi hamda 1.3 gigavat soat energiya saqlash quvvatini tashkil etadi. Loyiha ikkita hududda amalga oshirilmoqda. Ulardan biri ayni shu yerda joylashgan bo'lib, uning quvvati 100 megavat, ikkinchisi esa 900 megavat quvvatli obyekt barpo etilmoqda. Ko'rib turganingizdek, quyosh panellari Xitoydan keltirilgan. Kompaniyamiz va pudratchilarimizning tizimli hamkorligi, doimiy ko'magi va tajribasi tufayli mahalliy ishlab chiqaruvchilar xalqaro standartlar darajasiga olib chiqildi. Bugungi kunda ular o'z ishlarini yuqori professional saviyada amalga oshirmoqda. Loyihamiz doirasida mahalliylashtirish darajasi qariyb 20% ga yetkazildi. Bu esa loyiha uchun muhim natijalardan biridir. Shuningdek, faqat ishlab chiqaruvchilar emas, balki ishchi kuchi masalasida ham mahalliy salohiyatga katta e'tibor qaratildi. Hozirgi vaqtda loyiha maydonida faoliyat yuritayotgan xodimlarning qariyb 90% mahalliy subpudratchilar hisoblanadi. Muntazam o'quv mashg'ulotlari, amaliy ko'mak va samarali hamkorlik natijasida ular bugungi kunda xalqaro talablarga to'liq javob beradigan darajaga yetdi va juda yuqori natijalar bilan ishlamoqda. 1336 megavat, ya'ni ikkita loyihani qismida bunday katta elektr energiyani saqlash va yetkazib berish tizimi ham qurilmagan. Chet ellik tajribali mutaxassislarimiz o'zbek mutaxassislari bilan birgalikda ish olib, kerakli tajribani beryapti. Ishlab chiqarishi uchun 95%, ya'ni ekspluatatsiyadagi ishchilarimiz o'zbek mahalliy ishchilari bo'ladi. Biz O'zbekistonda hali 2030-yilga qadar qo'ygan rejalarimiz jami 20 milliard dollar. Buni albatta amalga oshiramiz va xalqimizga, iqtisodimizga, davlatimizga kerakli elektr energiyani, yashil elektr energiyani ishlab chiqarishda o'z hissamizni qo'shamiz bo'ladi. Elektr energiyamiz o'zi milliy elektr energiya tarmoqlariga qo'shiladi. Bu degani O'zbekistonning hamma joyiga elektr energiya yetib borishini ta'minlaydi. Nafaqat Samarqand, Toshkent yoki bo'lmasam Buxoro. Hozir O'zbekistonda qurilayotgan 3 ta katta liniyadan bittasi Buxoro, Qorako'l, Nurobod, Xalqa. Bu liniyalar O'zbekistonda to'liq milliy elektr tarmoqlarini uzluksiz bog'liq ravishda bog'lab beradigan liniyalar hisoblanadi. Barpo etilayotgan yirik loyihaga O'zbekistonning 77 ta korxonasi jalb etilgan bo'lib, ular 300 million dollardan ortiq buyurtma olgan. Mahalliy korxonalar obyektga kabel, metall konstruksiya va elektr jihozlari yetkazib bermoqda. Demakki, yirik loyiha mahalliy korxonalarning ishlab chiqarish salohiyatini ham oshiradi. Hududimizda mana Chortut mahalla, Sozag'on, Soray mahalla qishloqlarimizdan ishchilar kelib turib ishlayapti. Shu ishchilarni ish bilan ta'minlayapti. Prezidentimizga shunday ishlarni qilayotganlarga buning uchun katta rahmat. Yashil energiyani keyinchalik butun elektr energiyasining 54%ni yashil energiya, yana quyosh paneli bilan ishlab chiqarish loyihalashtirilyapti deb eshitamiz. Hozircha 25-26% ga yetkazilibdi. Bu juda katta loyiha, juda katta muvaffaqiyat. Xalqimiz hammasi rozi bu ishlarga. O'zidan o'zi bo'lmayapti bu katta ishlar, katta mablag' ajratilyapti. O'zbekistonning rivojlanishiga, iqtisodiga, tadbirkorliklarga ta'siri bor. Shu kunlarda mazkur obyektda ish qizg'in ketmoqda. 100 megavatlik stansiya avgust oyida ishga tushirilib, tarmoqqa olinadi. Energiya to'plash tizimining birinchi qismi esa yil oxiriga qadar ishga tushiriladi. Bir vaqtning o'zida bo'lajak mutaxassislar ham tayyorlanmoqda. Men Shirin energetika texnikumi Aljabr loyihasida ta'lim olganman. Bu loyihada ingliz tili va texnika bilimlarimni rivojlantirishga ega bo'ldim. O'sha davrda shu yirik loyihalar, ya'ni yashil energiya qayta tiklanadigan rejalashtirishga qiziqardim. Hozirda kompaniyamizning planning management rejalashtirish bo'limida 5 oydan beri faoliyatim yurgizyapman. Mening asosiy vazifalarimdan biri rejalashtirish va ishlarni kuzatish va bu yerda plan and actual bo'limlarini ko'rish, oshirish va har xil monitoringlar va ishning report qilish
bo'yicha. Bu kompaniyada ishlash juda qiziq, chunki bu yerda chet elliklar bilan ishlash imkoniyatiga egamiz, yosh bo'lishimizga qaramasdan. Va bu yerdagi imkoniyatlar yoshlarga O'zbekistonda shu kompaniyamizda yaratib berilgan imkoniyatlar uchun. Bunaqa yirik kompaniyada bizday ishchilar ishlashi bu biz uchun juda faxr, tajriba, chunki bu yerda ko'p mutaxassislar bor, chet elliklar bilan ishlashamiz, ulardan juda ko'p narsalar o'rganamiz. Ular bizga ko'p o'zlaridan tajribalarini bo'lishadi. Bu O'zbekistondagi mening ilk loyiham. Men bu yerda 2025-yil aprel oyidan buyon faoliyat yuritmoqdaman. Juda iliq taassurotlarga egaman. Men Hindistondan bo'lsam-da, O'zbekistonni avvaldan yaxshi bilaman. Bu yerning odamlari samimiy, mehmondo'st va hamkorlikka ochiq. Jamoamiz tarkibida ham mahalliy mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, barcha subpudratchilarimiz va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan o'zaro ishonch va hamjihatlikka asoslangan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ish jarayonida ham, ofis faoliyatida ham o'zaro uyg'unlik va birdamlikni yaqqol his etamiz. Shu bois O'zbekiston yashash va ishlash uchun juda qulay mamlakat. Men bu yerda faoliyat yuritayotganimdan mamnunman. Biz barpo etayotgan loyiha 1.8 milliard AQSh dollari miqdoridagi yirik investitsiya hisoblanadi. Dastlabki bosqichda u 200 ming xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini yaratadi. Umuman olganda esa Sazag'on 1 va Sazag'on 2 loyihalari to'liq quvvat bilan ishga tushgach, ishlab chiqariladigan elektr energiyasi 800 mingta xonadonning ehtiyojini qoplashga teng bo'ladi. Shubhasiz, bu nafaqat O'zbekiston energetika tizimi, balki mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishi uchun ham ulkan ahamiyatga ega bo'lgan strategik infratuzilma loyihasidir. Mazkur loyiha kelgusida mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish, yashil energetikani rivojlantirish hamda energetik xavfsizlikni mustahkamlashga munosib hissa qo'shadi. Aytib o'tishim kerakki, yosh kadrlarni tayyorlash bo'yicha loyihamiz juda ham jiddiy qaraganmiz. Shirin energetika kollejini 20 ga yaqin bitiruvchi talabalarni 1 yil muddatda ish o'rganish va kelajakda ularni doimiy ish bilan ta'minlash bo'yicha strategiyalarimiz bor. Mana Muhammad Abunayyan janoblari Aqua'ni founder, ya'ni asoschisi hamda raisi bu masalani O'zbekistonda jiddiy miqyosda strategiya deb oladilar, chunki O'zbekiston Aqua uchun strategik davlat hisoblanadi. Jami 15 ta davlatlar ichida O'zbekiston hozir kunda investitsiya portfolio jihatdan 2-o'rinda, ya'ni Saudiyadan keyingi o'rinda turadigan davlat. Yaqinda o'zlari aytdilar, investment forumida bo'lganimizda yanada hozirgi 15 milliard dollarlik portfoliomizga O'zbekistonning yana 5 milliard dollar qo'shimcha investitsiyani jalb qilish bo'yicha amalga oshiryapmiz ishlarni. Bu shartnomalar deyarli tayyor. Bu ham yashil energiya va energiyani saqlash tizimiga asoslangan loyihalar hisoblanadi. Loyihalarning ichida yoshlarga alohida e'tibor beryapmiz. Nafaqat Samarqandda hozir ko'rib turgan Buxoroda, Qoraqalpog'istonda ayniqsa yosh kadrlarni yetishtirish bo'yicha oldimizga maqsadlarimiz katta. Hozirga qadar 340 tadan ortiq kadrlarni tayyorlab chiqardik va mana bugungi kunda bugun yana keyingi o'quv yiliga kadrlarni tanlash bo'yicha kadrlarimiz yetib kelgan. Samarqand viloyati, Qoraqalpog'iston va Buxoro viloyatlaridan. Nimani aytmoqchiman? O'zgarishlar juda ham katta. Loyihamizni 100 megavatni mustaqilligimizni kunini nishonlashdan oldin topshirish niyat qilganmiz. Sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Albatta alohida kattakon rahmat aytaman prezidentimizning olib borayotgan siyosatiga. Doim chambarchas holatda investor bilan birga ishlash jarayonlari bizga juda ham qo'l kelyapti. So'nggi 5 yilda O'zbekiston umumiy energetika tizimidagi yashil energiya ulushini deyarli 26% ga oshirdi. 2030-yilga borib bu ko'rsatkichni 54% ga yetkazish rejalashtirilgan. Nurobod tumanidagi ana shunday mega loyihalar bu maqsadni amalga oshirishga yordam beradi. Chunki ushbu obyekt ishga tushirilgach, har yili mamlakatimizga 2.4 milliard kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib beradi va iste'molchilarni uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari
loyiha hududiy iqtisodiyotning rivojlanishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, mahalliy qurilish va ishlab chiqarish korxonalarini qo'llab-quvvatlashga, shuningdek mahalliy mutaxassislar malakasini oshirishga, eng muhimi xalqimiz farovonligiga xizmat qiladi.